Aziz o'quvchilar, asosiy olimpiadaning 3-hududiy bosqichi 2-guruh fanlari bo'yicha reja grafik asosida 1-3 dekabr kunlari o'tkaziladi. Olimpiada jarayoni qanday o'tadi? 2-guruh fanlari tarix, davlat va huquq asoslari hamda geografiya fanlari bo'yicha olimpiada bir turda 40 ta test topshirig'i shaklida o'tkazilib, ishtirokchilarga 80 daqiqa vaqt beriladi. Ona tili va adabiyot, o'zbek tili, rus tili va adabiyoti, qozoq tili, tojik tili hamda qoraqalpoq tili va adabiyoti fanlaridan olimpiada bir turda 2 qismga bo'lib tashkil etiladi. Birinchi qismda turli qiyinlik darajasidagi 30 ta testdan iborat bo'lib, 60 daqiqa vaqt ajratiladi. Ikkinchi qismda esa tashkiliy qo'mita 5 tagacha essay mavzusini hakamlar hay'atiga taqdim etadi. Ishtirokchilar qur'a tashlash orqali bir mavzuni tanlaydi va yozma ishni bajarish uchun 60 daqiqa vaqt beriladi. Ingliz, nemis va fransuz tillari bo'yicha sinov bir turda 2 qismda o'tkaziladi. Birinchi qismda tinglab tushunish va o'qish, ikkinchisida esa leksik grammatik ko'nikmalar baholanadi. Umumiy vaqt esa 180 daqiqa. Yakuniy natijalarga ko'ra, fanlar kesimida 11-sinflar orasidan 3 nafardan g'oliblar aniqlanadi va respublika bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanmani qo'lga kiritadi. Sinflar kesimida eng kuchli 5 nafar nomzodlar esa xalqaro olimpiadalarga saralashning birinchi bosqichida qatnashadi. Ikkinchi guruh fanlarining tarix, davlat va huquq asoslari hamda geografiya bo'yicha test topshiriqlari ishtirokchilarning ta'lim tiliga mos ravishda o'zbek yoki rus tillarida taqdim etiladi. Ikkinchi guruhning boshqa fanlari bo'yicha tarjima qilinmaydi. Ishtirokchilar olimpiada auditoriyasiga faqat shaxsni tasdiqlovchi hujjat, maktabning maxsus ma'lumotnomasi va ruchka bilan kirishlari lozim. Eslatma: olimpiadaga telefon, ko'chirma yozuv, shpargalka, ilmiy kalkulyatorlar va gadjetlar olib kirish qat'iyan taqiqlanadi. Jarayonlardan to'liq xabardor bo'lib borish uchun Fan olimpiadalari markazining rasmiy sahifalariga obuna bo'ling. Aziz o'quvchilar, markaz olimpiadani shaffof va sifatli o'tkazish, har bir ishtirokchining bilim va salohiyatini obyektiv baholash bo'yicha zarur choralarni ko'rmoqda. Olimpiada jarayonida adolat tamoyillarga zid holatlar kuzatilgan taqdirda markazning maxsus boti yoki ushbu 71 kodi bilan 207 05 24 telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Olimpiadada omad yor bo'lsin.